kichkina tadbirkor buxgalter olayotganda o'zini biznesini qisqacha aytib beradigan bo'lsa, shuning ichida qancha soliq borligini hisoblab ko'rsin har bir donasiga. Ko'p buxgalterlar hisoblab bera oladimi, yo'qmi shunga qarasin. Hisoblab bersa, tekshirsin o'zi. Haqiqatdan shu aytilayotgan danalar to'g'ri. Agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, bu buxgalter qo'yib yubormasligi kerak. Hisoblab bera olmagan buxgalterni olish kerak emas. Потому что tadbirkor o'rtada o'zi kichkinagina marjaga ishlaydi, qayerda 5%, qayerda 20% marjaga ishlaydigan bo'lsa, masalan, hamma solig'i to'lagandan keyin o'zining cho'chiniga qoladigan. No solig'i hisobga olmasa, o'sha marjani ham yeb ketadi soliq summasi. O'shaning uchun narxi to'g'ri qo'yishda, to'g'ri buxgalter tanlab, o'shan bilan ishlash kerak. Shunda soliq tomonlama muammo bo'lmaydi. Chunki solig'i hisobiga siz $1 million оборотga chiqishingiz mumkin. Qiynalib, tez o'sib chiqyapman deb o'ylaysizda, в итоге oxirgi расчет matematika qilganda ko'chadagi hamma qarz tarqatasizda, nima ishladim o'zi deysiz oxirida. $1 million просто профокус qilib qo'ydim deysizda, hisob kitobni просто bilmaganingiz uchun.